Avvalambor assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Frost Uz kanali. Bolalar, bugun Minecraftga tegishli bo'lgan ko'p odamlar bilmaydigan lifehacklarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Iltimos, kanalimizga obuna bo'ling va pastdagi like tugmachasini bosib qo'ying. Hammangizga kattakon rahmat. Qanday videoga go. Bizni birinchi lifehackimiz mana bunday Minecraftda o'zi uchar raketa. Uni yasash juda ham oson. Hozir ko'rsatib beraman. Mana shuni qilamiz, shundoq. Boshqa. Bizni raketamiz tayyor. Bo'lib, endi mana bu bilan olamiz. Yirtib bo'ladi. Pas shuni bosamiz. Bo'lib uçishni boshladi. Mana bolalar, raketamiz. Buni uchiga ham narsalar qo'ysa bo'ladi. Men qo'yib o'tmadim. Sizlar o'zingizlar bu nima so'rayapsiz? Mana shu tepaga o'zi chiqarib olasiz. Sakratib. Bo'lib, всё. Birinchi lifehackimiz shundan iborat. Qanday keyingi lifehackga ket. Mana bolalar, keyingi lifehackimiz, masalan, oddiy creeperni qo'yamiz va mana buni olsak portlaydi. Ko'ryapsizlarmi? Hali buni portlatmaslikka ham yo'li bor. Shuni mana olamiz va mana shunaqa pishgan qo'yib qo'yamiz, shu yoqqa qo'yamiz. Bitta shu blok sinadi. Boshqa hech qaysi blok sinmaydi. Oh my god! Wow! Ko'rasizlar, mana yana bir marta qilib ko'rsataman. Bo'ldi. Shunaqa lifehack yo'q. Qanday keyingi lifehackga ket. Keyingi lifehackimiz bu lifehack emas, prosta shunchaki kerak bo'lishi mumkin. Bezak. Mana Ender Dragon boshini qo'yamiz. Всё. Yo'qol, nega? Sen nima kelibsan, nega? Hey, nega? Yo'qol. Короче, shu hozirlarga buni kechqurun qilib ko'rsatib beraman. Mana bolalar, kechqurun bunga yotib ko'ramiz. Ko'ryaptimi ko'zi? Hali mana shu shmansa qilib odam boshida uxlaydi kayf. Va ko'rasizlarmi, zo'r. Mana shu lifehack. Bolalar, lifehacklarimiz shulardan iborat edi. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman. Iltimos, pastdagi like-chani bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlar tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga rahmat.